Telegram target yoqishni bitta sharti bor. Siz reklama yoqishingiz uchun mana bu budjetingizda birinchi marta reklama yoqishingiz uchun budjetingizda 20 ton bo'lishi kerak. 20 ton kiritasiz, keyin siz reklama sozlay olasiz. O'sha 20 toningizni 420 ming so'm deylik, 420 ming so'm kiritasiz. O'sha 420 ming so'mni 20 ton bo'ladi. Xo'p, o'sha 20 tonni siz 10 toniga o'zingizni kanalingiz uchun yoqib qo'ysangiz, undan keyingi 10 toniga esa boshqa bir 3 ta 4 ta kanalga reklama yoqib bersangiz bo'ladi. Masalan, bitta kanalga yoqib berish xizmat narxi 100 ming so'm, eng kamida 100 ming so'm va alohida tonga ham to'lov qilishadi. Ya'ni bitta odam reklama yoqib bering degan odam ton narxi 20 ming deysiz, xizmat narxi 100 ming so'm deysiz. Xo'p, u odam 3 tonga yoqtirmoqchi bo'lsa 60 ming so'm tonga, xizmatga 100 ming, umumiy 160 ming so'm sizga to'lov qilib beradi. Ham toningizga to'lov qilyapti bu yerga kiritgan, ham siz lishniy xizmat haqqi olyapsiz. Demak, siz kamida 3 ta odamga 3 tondan yoqib berganingizda, mana bu yerga kiritgan 420 ming so'm pulingizni bemalol chiqazib ola olasiz. Plus 10 tonga siz men bittagina konkurent kanalga yoqib qo'yganman bu yerda. 10 tonga siz 5-10 tagacha kanallar belgilashingiz mumkin. Maqsadli faqat. Har xil to'g'ri keladigan, kelmaydigan kanallar belgilab tashlash bu yerdagi natijani yaxshi qilib bermaydi. Mana bular o'sha reklama yoqganman. Reklamani ko'rganlar soni, ko'rgandan keyin qiziqganlar reklama ustiga bosib ko'rib, kanalni ko'rishadi va kanal yoqsa unga mana bu obuna bo'lishadi. Yoqsa obuna bo'lishadi. Mana bu obuna bo'lganlar soni. Bu obuna bo'lganlar o'zlari xohlab, rostdan ham o'sha xizmat yoki mahsulotga ehtiyoji bor bo'lgan odamlar. Ya'ni siz bularga bemalol mahsulot yoki xizmatingizni bemalol sota olasiz degani. Chunki bular rostdan ham shu soha yoki mahsulotga qiziqishadi va sotib olish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Chunki bular o'zlari xohlab kirishgan. Siz boshqa botlar orqali odam qo'shganingizda, u odamlar sizning kanalingizga qo'shilganini даже o'zlari ham bilishmaydi va ular tez orada 3-4 kun, bir hafta ichida chiqib ketishadi. Bu odamlar esa maqsadli odamlar, sizning kanalingizda qolishadi. Xo'p, bu yerda qarang, 3 ton kiritganman. 3 tonni sarflangan. 1 toni 59 sent sarflangan va natijasi mana bu. 3 tonni hali umumiy hammasi sarflanmagan. 3 ton sarflansa, bu yana 2 baravar bo'ladi. Ya'ni 600 tagacha odam obuna bo'ladi 3 tonga. Bu ham qachonki siz mana bu yerga belgilayotgan kanalingiz sizni kanalingizga mos tushgandagina, ya'ni sohangizga oid bo'lgan boshqa kanallarni kiritganingizdagina, yana bular haqida qanaqa natija bo'lishi, reklama matni qanaqa yozilishi, reklama rasmli qilib yoqish mumkin. O'sha rasmlarini dizayn qanaqa qilish kerak, dizaynda nimalar yozilishi kerak, nimalar yozilmasligi kerak, reklama matnida nimalar bo'lishi kerak, nimalar bo'lmasligi kerak, qaysi tartibda yozilishi kerak. Bularni hammasi kursda batafsil o'rgatiladi. Aytmoqchi bo'lganim, hozir ton narxi arzon, vaqtida foydalanib qoling. Akkauntingizni aktivlashtirib, o'zingizni kanalingiz uchun targetlar yoqing va boshqalarga ham yoqib berib, bemalol mana bu yerga kiritgan 20 toningizni bemalol ortig'i bilan chiqazib ola olasiz.